Reddi, do'kon yoqdimi? Kalitni ber. Mana kalit, qara. Ey, sen gapirma. Mana do'konni kaliti, mazza qilib ish faoliyatingni boshlasang bo'ladi. Senga ishondim lekin. Bo'ldi, Nightboy, do'konni o'zingga ishongandek ishonman, savdoni boshladim. Aha, mayli Reddi bo'pti. Ishingga omad, o'zingga qomat. Bay. Bo'pti. Tak. Bu ham bo'ldi. Sekin menimcha do'konga kirishib ketsa kerak. Bo'ldi. Tak. Yo'q hech narsa. Tak. Bo'ldi, ishingni yopib qo'yamiz. Xo'p, do'konning ikkinchi kaliti o'zimda. Skuter kalitini ham unga berdim. Chunki nom-ponga chiqib kelishi uchun yoki-da ish chiqib qolganda mashinada borib ko'radi. Okey, xo'p, endi men mashinamga o'tirib sekin avtoservisga borishim kerak. Avtoservisdan uyimning kalitini olaman. Tak, sekin bu yoqdan burilamiz. Yaxshi va endi hozir sal buyoqqa va endi srazu tezki chapga. Yaxshi. Xarosh, urilma. Va bo'ldi. Xo'p, endi hozir pastroqga bo'ldi. Bu yoqdan bo'lsa o'ngga. Mana toshda tushib qoldi menga qattandir. Okey, yana tushib qoldi. Jinursan ishla qo'ydi mayli. Va jitilicha turib tursanglar-chi. Xo'p, endi bo'lsa men sekin avtoservisga borishim kerak. Xo'p, bu yoqdan qaylamiz o'ngga. Va mana shu birinchi ko'chadan yana o'ngga qaylamiz. Va qaylamiz, yaxshi. Xo'p, endi to'g'riga yuramiz bu yoqdan. Xo'p, yuramiz. Bu yoqdan bo'lsa chapga qaylamiz. Mana avtoservisim va yetib keldik. Bu yoqdan bo'lsa yana chapga qaylamiz. Mashinamni bo'lsa mana shu turga hozir qo'yib turaman. Mashinadan tushamiz. Do'kon kaliti o'zimda. Va yaxshi. Xo'p, endi bo'lsa avtoservisni ochib olishim kerak. Bo'ldi, yaxshi hammasi. Va endi men yo'qdan uyimning kalitini olaman va bo'ldi. Endi bo'lsa hozir avtoservisni yopamiz. Va bo'ldi, yopdim. Endi bo'lsa uyimga borishim kerak. Chunki bugun vashi charchadim. Xo'p. Chunki do'konimni narsalar bilan ovora bo'ldim. Sklad va remontlari bilan. Okey. Hozir yaxshi pastroqga tushib oldik. Endi bo'lsa domimni tagiga qo'yib qo'yaman mashinani. Glavnisi urolmasam bo'ldi mashinani. Va bo'ldi. Yaxshi, xarosh. Endi orqaroqga haydaymiz. Mayli, orqaroqga qo'yib qo'ya qolamiz. Va bo'ldi, yaxshi, ideal joy. Endi mashinadan tushamiz. Eshigi nimadir bo'ldi. Yaxshi, kirilmaydi. Va mashinani kaliti. Xo'p. Hozir menimcha men mashinani ochib qo'yman, hozir qulflaymiz. Tak. Qani? Bo'ldi. Bu mashina qulflangan deyapti. Bo'ldi, yaxshi. Men bu pоворotnik yo'qolib qolibdi-yu, mayli, hech qasi yo'q. Glavnisi mashinamga zarar yetkazmasi bo'ldi. Xo'p, uyga kalit tushdi, pichoq, pul va telefon va mashinamning kaliti. Do'konimning kaliti. Xo'p, uyimga kiramiz va endi uy kalitini olib turib qulflab qo'yamiz ichkaridan. Bo'ldi, yaxshi. Bu yoqqa bo'lsa narsalarimizni solib qo'yamiz. Kalit, pul, pichoq hammasini solib qo'yamiz. Telefonim bo'lsa o'zimda turgani yaxshi. Xo'p, mayli, hozirgina kompyuterda o'tiraman. Tak, yaxshi. Kompyuterda o'tirishdan odam zerikib ketdi. Mayli. Yaxshisi biroz uxlab dam olaman. Mayli, ozgina damimni olay. Aniq shu joymi o'zi? Mana shu joy. O'xshayapti shu joyga. Bo'ldi. Sen kir, orqangdan itarib yuboraman, keyin men kirib ketaman.
Bo'ldi. Kir. Hozir sig'mayapman. Bo'ldi, mana tushib oldik-ku. Garajni och. Ochdim. Bo'ldi, endi birma-bir hamma narsani Omarga seyfni topishimiz kerakmiz. Bo'ldi, qarayapman, seyfda yo'q-ku. Hozir chiqib qolsa kerak. Bo'ldi, qara. Hozir garajni yopib qo'yay, hech kim ko'rmasin bizni. Bo'ldi, mana pullarni topdim men. Aha, yaxshi. Endi tezroq juftlikni rostlashimiz kerak. Men ketdim, orqamdan chiq tez. Bo'la qol, seni kutib turibman. Hozir sabr qilib tur. Yur, bo'ldi, ketishimiz kerak. Endi bu videoni tezda Nightboyga ko'rsatishim kerak. Shu payt kim bo'ldi yana? Nightboy, eshigingni och, Nightboy. Reddi, eshik ochiq, kiravur. Yaxshimisan, Reddi, eshikni yopib qo'y. Xullas, men bu videoni ko'rgan. Qanaqa video bu o'zi? Hozir hop kirdim. Men avtoservisini tushunmadim. O'g'rilar. Men vashta tushunmayman nima bo'layotganini. Shunda bular hozir avtoservisimga o'g'irlikka tushganmi? Yurchi, boraylik. Yur, ketdik.